Assalomu alaykum va rahmatulloh. O'quvchilar salomatmisizlar? Demak, sizlar bilan bugun Miftahul Arabiyya A1 o'qish va yozish qismining ikkinchi bo'lim, birinchi dars haqida gaplashamiz. Al-Wahdatu Saniyatu Hayatut Talib. Ikkinchi bo'lim talabaning hayoti, muhtaviyatud dars. Darsimiz o'z ichiga olgan al-Qiro o'qish qismida ad-dirosatu dars, al-Qawaid qoida qismida jam'ul muannasi salim, jami muannas solim, al-kitaba yozish qismida esa as-saatu val awqat va ayyamul usbu' soat, vaqtlar va hafta kunlari. I'dadu barnamijin dirosiyin dars jadvalini tuzish, kitabatu fiqratin anid dirosati o'qish haqida yozish, ash-shadda va tashdid haqida sizlar bilan gaplashamiz. Ad-darsul awwal ad-dirosa dars. Avvalan al-mufradat birliklar haqida gaplashamiz. Soffun sinf, sanatun yil, istirohatun dam, barnamijun dirosiyun dars jadvali, maddatun fan, mujtahidun tirishqoq, marahilud dirosa dars bosqichi, ya'ni o'quv bosqichi. Ar-rawdatu bog', gulzor, al-ibtidaiyatu boshlang'ich, al-mutawassitatu o'rta, as-sanaviyatul yuqori, al-jami'atu universitet, ad-dirosatul ulya oliy ta'lim. Avvalan avval, akhir oxiri bu. Tafaqqada yatafaqqadu tafaqqud. Buni ma'nosi tekshirmoq bo'ladi. Saniyan al-as'ilatu tamhidiyya boshlang'ich savollar. Mada tadrusu? Nima dars qilasan? Ayna tadrusu? Qayerda dars qilasan? Fi ayyi saffin sanatin tadrusu? Qaysi sinfda yoki kursda o'qiysan, dars qilasan? Bu sana o'zi yil degani, lekin bu jumlada ishlatganimizda kursga nisbatan ishlatiladi, ya'ni universitet bosqichi. Kam yawman tadrusu fil usbu'? Bir haftada necha kun dars qilasan? Bu savollarga og'zaki tarzda javob berishligimiz kerak. Bu bizni tahaddusimizni rivojlantiradi inshaalloh. Keyingisi salisan istami va aqro. Uchinchisi eshitamiz va o'qiymiz. Sizlar eshitib qo'yasizlar, men o'qib beraman. Saidun talibun mujtahidun. Said tirishqoq talaba. Yaskunu fi madinati Dimashq. Damashq shahrida yashaydi. Huwa fi saffil 11. U 11-sinf. Yadrusu fi madrasati Ibn Khaldun fi mintaqati Solihiyya. U Solihiyya mintaqasidagi Ibn Khaldun maktabida o'qiydi. Yadrusu Saidun 5 ayyamin fil usbu'. Said haftada 5 kun o'qiydi. Tabda'u ad-dirasatu yawm al-ahadi va tantahi yawm al-khamis. Va u haftaning birinchi kuni o'qishni boshlaydi va 5-chi, ya'ni payshanba kuni tugatadi. Val utlatu yawm al-jumu'ati va yawm as-sabti. Dam kunlari shanba va yakshanba. Va hadha huwa barnamij dirasiy al-usbu'iy li Saidin. Va bu Saidning haftalik dars jadvali. Mana bu yerda Saidning dars jadvali berilgan. Buni yaxshilab ko'rib chiqamiz, chunki pastda mana shu jadval bo'yicha savollar berib o'tilgan. Robiyan al-as'ila savollar. Ajib anil as'ilatil atiya quyidagi savollarga javob ber. Maza yadrusu Said? Said nima o'qiydi? Fi ayyi saffin qaysi sinfda? Yuqorida aytildi qaysi sinfdaligini. Huwa fi saffil 11, ya'ni 11-sinf. Shuni yozishimiz kerak ekan. Ikkinchi savolimiz ayna yadrusu Said? Said qayerda o'qiydi? Mal mawadul lati yadrusu Said? Ya'ni mawadun yuqoridagi mufrodatlarda keldi. Nima edi? Fanida bu. Said o'qiydigan fanlar qaysi yoki nima? Matal utlatul usbu'iyya? Haftalik ta'til qachon? Bu savollarga ham yozib javob berib qo'yamiz. Hammasi matn ichida albatta. Da isharatu sahih avil xato amamal jumalil atiya. Quyidagi jumlalar oldiga xato yoki to'g'ri ishorasini qo'y. Yadrusu Said 35 sa'a usbu'iyan. Said haftada 35 soat o'qiydi. Buni jadvalda ko'rib sanab chiqamiz soatlarini. 35 soat bo'lsa to'g'ri, 35 soatdan kam yoki ko'p bo'lsa xato bo'ladi. Shu kabi mana bu mashqlarni bajarib chiqasizlar. Bular endi qolgani sizlarga. Lug'aviyya bo'limimiz bu ikkinchi qism. Lug'atlar bilan ishlanadi bunda. Va uchinchi qism al-kitaba yozish qismimiz. Soatlar haqida bular, vaqt haqida.
va bu oxiri talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya'ni buni sharti nima edi? Uktubul ibaratil atiya bi xattin jamilin. Chiroyli xat bilan quyidagi iborani yoz. Buni ma'nosi nima bo'ladi? Bu hadis ham bo'lib keladi. Bu o'zi hadis. Ya'ni ilm talab qilishlik har bir musulmonga farzdir. Shu bilan keyingi darsimiz boshlanadi. Bu darsni puxta bajarishlaringni so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.